Xo'p, mana ushbu Rossiyani qayerdasiz? Peterga. Peterda, mana O'zbekistondan turib o'sha Peterdagi o'sha ishlagani borganda o'sha 8 yildan beri kasalmisiz o'zi? 8 yildan beri kasal edimda, lekin 1 yildan beri kuchli kasal bo'ldimda. Mana shu hozir uzoq masofadan 8 yillik kasal. Bormagan joyingiz, o'qitmagan joyingiz qolmadi, siz o'sha hammasini qilib ko'rdingiz. Doktor lechinalar ham qildingiz, to'g'rimi? Jin o'qiydigan mullalarga ham bordim. Hammasini qildingiz, tuzalmadingiz. Endi mana oxirida mana qon aralash qusibsiz, ichingizdan chiqyapti, to'xtamay. Hozir yana davom etkizib ana qilib qo'yamiz. O'sha uzoq masofadan, o'sha O'zbekistondagi, o'sha Peterda, o'sha Rossiyada turgan ko'p bemorlar o'zi murojaat qiladi, qo'shni davlat, chet davlatda o'zimizdan, o'sha Rossiyadan o'sha ishlagani boraman deb o'sha borganda xotin bilan o'sha ana qilib urushib olib, tortishib olib, o'sha haligi ishi yurishmay, u yoqqa ham borib, O'zbekistonda ham ishi yurishmay boshqa bo'ladi. Endi yoqqa borib yana ishlab yaxshi pul to'laydi, oylik to'laydi borsa, naborot etdi kasal bo'lib yana orqaga tortib ana shunaqa kasal bo'laveradi. Mana masofadan, uzoq masofadan shu onlayn video, telefon orqali ushbu bemorni mana nechiligi kasallik, 8 yil kasal, ushbu bemorni o'qilib mana shu uzoq masofadan muolaja qilish yo'lga qo'yganmiz. Ichingizda shunaqa narsalar chiqayotganini qarang. Bo'pti, bo'lmasam muolajalarni davom etkazamiz, o'sha tozalaymiz, albatta yaxshi. Xo'p, azizlar, ushbu muolajalarimiz onlayn video yozib uzoq masofadan shu bemorlarni uy sharoitida ko'plari kela olmaydi, yo'l olis, ko'p odamlar o'qita olmaydi, muolaja qildira olmaydi. Mana o'sha paytda bemorlarni uzoq masofadan muolaja qilish yo'lga qo'yganmiz. Qusadi, qayd qiladi, matkadan ketadi, ichi ketadi, mana shu tozalanib boraveradi. Oxiri ushbu bemor tuzalishni boshlaydi. Azizlar, ushbu bemorlarga yetib borishi uchun podpiska, like, obuna bo'lib, mehnatimizni qadrlagan holatda ushbu kasallarga yetib borsin. Banizada yotgan, lechina yotibdi, hamma ishlar qilib ko'ryapti-da. Ushbu oxiri qasidani, muolajani yo'lga qo'yganmiz, azizlar, masofadan. Sog' bo'linglar, azizlar, hammaga yetkazib qo'yinglar, ushbu bemorlar banizalarga yetib borsin, shu kasallarga. Sahr, barcha kasalliklarni negizi ziyon ushbu qiladi. Ali ibn Sino bobomiz nima degan? Barcha kasalliklarning negizi ziyon. Avval o'sha ruhiyatiga muolaja qilib, keyin malhamlarimni, muolajalarimni qilsam, tuzalish tezligi oshar ekan. Hattoki o'sha tabobatda ham bor, azizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, azizlar. Hech kim kasal bo'lmasin.